Musa payg'ambar bir kuni Rabbisimen tildes, Musa bilesizlar, Rabbisimen tikelik perishtesi söylesken kişi Musa aleyhisselam. Musa payg'ambar bir kuni Allah Taala aytadi, Rabbim mağan bir söz öğretçi deydi. Bugan deyin hech kim aytmagan, budan keyin hech kim aytmaydi. Sonday bir ulu sözde öğretçi degan kezde Allah Taala ey Musa la ilahe illallah deb ayt deydi. Sonda Allah Musa payg'ambar Rabbim onu bari aytib jurgo deydi. Sagan iman keltirgening bari aytib jurgon deydi. Sonda Allah Taala ey Musa 7 qabat ko'k deydi. Mana bizning oldimizda ko'rinib turgan qajekeler bu birinchi qabat ko'k deb hisoblanadi. Bukul yulduz, sizlar ko'rib atgan galaktika, malaktikaning bari bor-ku. G'alam sharimiz bizning birinchi ko'k bo'lib o'ylaymiz. Payg'ambarimiz aytadi, birinchi ko'k, ikkinchi ko'kning janında Saharaga tastalgan sahina siyaqti kichkintoy bo'lib qoldi deydi. Ya'ni ulkan Saharaga tastalgan sahina siyaqti. Ikkinchi ko'k, uchinchi ko'kning janında Saharaga tastalgan sahina siyaqti bo'lib qoldi. Ne bo'ladi sonda? Eng ulug' ko'k qaysi ekan? 7-chi ko'k. 7-chi ko'k deydi, qarangizlar. Allohning arshisining qasında Saharaga tastalgan sahina siyaqti bo'lib qoldi deydi. Mana qarangizlar. Dim qunsiz bo'lib qoladi deydi. Biz o'ylab atgan bunaday keremet ulkan g'alam 7 qavat ko'k deydi. Allah Taala aytadi, ey Musa 7 qavat ko'k deydi. Jani o'ning ishindegilar deydi. Ko'k men yerning o'rtasindagılarning barlig'ini qo'sib tarozining bir chetine qo'ysang deydi. La ilaha illallahni bir chetine qo'ysang, bosolmaydi ey Musa deb aytdi deydi. Qarangizlar.